YouTube ahli Haval M6 Tracker va Cobalt M7 propanda qancha harakatlanishi mumkin, shuni to'liq video avzor davomida aytib o'taman. Ungacha siz eng kamida videoni screenshot qilib rasmga tushirib oling yoki obuna bo'lib turing. Xo'p, bularga asosan eng ko'p qo'yayotgan hozirgi kunda Yevropa gaz miyamiz bo'ladi. Chunki bu miyani men qo'yay, boshqa viloyatda bo'ling. Ayni siz misol Toshkentdan bo'lsa yo Samarqanddan bo'lsa yo Jizzaxdan bo'lsa, qaysi viloyatdan bo'lishingizni qat'iy nazar hech kim sizni aldolmaydi. Chunki buni poddelka varianti chiqmagan. Xo'p, bu avtomobillarga o'zi propan yoki metan qo'yganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Asosan mana shu suv sirkulyatsiyalarini qayta aytyapmiz. Pechkadan oling, baraka topib ko'rib, pechkadan olsangizgina bu avtomobil sizga aytganingiz qiladi. Chunki pechkada yaxshi suv axlajlanish bo'lgani hisobiga reduktor zo'r qizib beradi, o'shaning hisobiga suvni sirkulyatsiyasini hisobiga yurish ham zo'r bo'ladi. Xo'p, pechkadan ulaganda mana shu joydan ulashingizni so'rab qolamiz. Ahamiyat berasiz. Mana bu tomonida emas, bu tomonida o'zini zavodskiy qomati bo'ladi. Buni qaytarib joyga yig'ish juda ham qiyin. Mana shu joydan ustanovka qilish kerak. Xo'p, bu avtomobilga Belorussiya kafolatli bo'lgan ballonlarni ustanovka qilib berish jarayonidamiz. Boshqa ballonlar teshik chiqib, birak chiqayotgandir, ko'rayotgandirsiz videoda, lekin Belorussiyani hali biron marta o'zimiz almashtirganimiz yo'q. Xudo xolasa garantiya beramiz, bezmonmi ishlab berishiga. Xo'p, kilometraj keladigan bo'lsak, Haval M6 aytaylik 40 ta propan bilan sizga bemalol 400 km harakatlanishingiz va komfort holatda harakatlanishingiz mumkin. Tracker avtomobili ham xuddi shu holatda. Haval M6, H6 barchasi bular MPI motor bo'ladi. Endi Haval Dargolar esa G-day motor bo'ladi. Ya'ni ular torpedus bo'ladi. U benzinni propanni o'zida harakatlanmaydi. Ya'ni benzin aralashtirib yoqadi. O'sha joyga biling, Dargolarda aytayapman. Xo'p, bunga hozir biz yubileyni holatda, zavod holatda ustanovka jarayonidamiz. Xudo xolasa kimgadir shunaqa sifatli, ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga olib keling, kafolati bilan ustanovka qilib beramiz. Sizga eng kamida obuna bo'lsangiz, qanaqa jihozlarni qo'yish kerak va nimalarga ahamiyat berish kerak, shularni ham to'liq hech nimani bekitmagan holatda sizga hammasini aytib o'tamiz. Sirdaryo Metan Gaz doim sizlarga ishonchli, sifatli xizmatlar, ya'ni propan va metanlarni ustanovka qilib beramiz. Siz qaytarib o'tamiz. Eng qimmat zapchastni qo'ysiz ham, agarda siz ustani tanlovini to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, mashinani yaxshi ustanovka qilmaydigan bo'lsangiz, mashina yaxshi yurmaydi. Shuning uchun ishonchli joyga qo'ydirishingizni so'rab qolamiz. Agar sizga ham shunday sifatli va ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, arzon narxlarda va sifatli xizmat ko'rsatamiz. Bu tomonda esa M7 variantimiz bor. Bu videoni barcha propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuboring, obuna bo'ling.